Assalomu alaykum. Endi bugun darsimiz if ya'ni shart operatori. Shart operatoridagi ikkita amalga to'xtab o'tamiz. Demak, end va or. Demak, end nima bo'ladi? End bir vaqtda ikkita shart bajarilishi uchun end ishlatishimiz kerak. Misol uchun a 10 dan katta, b 5 dan kichkina deyish ikkita shart bir vaqtda bajarish uchun end ishlatamiz. Or ikkita shartdan biri ishlatilishi. Demak, buni amalda misolda sinab ko'ramiz. Demak, bizga ikkita o'zgaruvchi bo'lsin. A va B ikkita son. Demak, aytamiz bu joyga birinchi sonni kiriting. Birinchi sonimiz input A bo'lsin. A deb belgiladik. Demak, xuddi shunday qilib ikkinchi sonni ham kiritishni aytib qo'yaman. Ikkinchi sonni kiriting. Ikkinchi sonimiz B bo'lsin endi. Input B. Demak, ikkita son kiritamiz. Ularni shart operatori bilan sanab ko'ramiz. Demak, birinchi sonimiz 10 dan katta bo'lsin yoki ikkinchi sonimiz 5 dan katta bo'lsin deb yozmoqchiman. Bu ikkita bir vaqtga yozish uchun nima yozaman? A katta bo'lsin 10 dan va B katta bo'lsin 5 dan. Demak, agar shu shartlar bajarilgan payti, misol uchun true chiqsin, ya'ni to'g'ri degan xabar chiqsin. Agar bajarilmasa false degan xabar chiqsin. Demak, bu tarafga true yozib qo'yaman. Agar bo'lmasa false yozib qo'yaman. Xato chiqishi uchun. Demak, sinab ko'ramiz dasturimiz. Demak, true chiqishi uchun undan katta birorta son belgilashim kerak. 11. Demak, ikkinchi sonimiz B uchun 5 dan katta 6 ni belgilasam, demak true chiqyapti. Demak, ishlayapti. Endi hozir A undan katta bo'ldi. To'g'ri, bu shart qabul qilyapti, lekin endi B ni ishlatib ko'rsak, misol uchun 4 yozib qo'ysam ham false chiqyapti. Demak, ikkita shartdan bittasi xato chiqsa ham false tarafiga qarab ketyapti. Endi menga yana bitta shartimiz bor. Or ni ishlatib ko'ramiz. Or nima degani? Yoki nima edi? A 10 dan katta bo'lsin yoki B 5 dan katta bo'lsin. Ikkita shartdan biri chiqsa, ishlasa ham demak to'g'ri chiqaveradi. Xuddi shu shartni ishlatib ko'ramiz. Demak, birinchi sonimiz 11, ikkinchi sonimiz 4. Demak, true chiqyapti bu. Buni xuddi shuni teskarisi bo'lyapti. Endi false chiqarishimiz uchun nima bo'lishi kerak? Ikki shart ham xato bo'lishi kerak. Misol uchun demak, 10 dan kichkina son 9, 5 dan kichkina son 3. Demak, ikkita sonim ham xato bo'ldi. Shartim ham xato bo'lgani uchun false chiqaryapti. Boshqa keyingi misollarda ham or, end bilan vazifasi mana bu ichma-ich ketma-ketlikdagi iflarni kamaytirish maqsadida end va ordan foydalansak bo'ladi. Misol uchun, login tizimini yaratishda yoki parol tizimini yaratishdagi veb-saytlardagi parol kiritamiz, login kiritamiz. Agar parol yoki login kiritsak, bir vaqtda parol va loginimiz ishlasin. Men shu dasturni qilmoqchiman. Demak, ikkita o'zgaruvchi olaylik. A B turaversin va buni string o'tkazib qo'yaman. Demak, A login bo'lsin, B parol bo'lsin yoki teskarisi. Endi birinchi sonni kiriting deb aytmaymizda, login kiriting deb qo'yamiz. Login kiriting. Demak, ikkinchi songa parol kiriting deb yozib qo'yamiz. Parol kiriting. Demak, login va parol kiriting turlari string bo'ldi. Endi o'zimizni parol va loginni yozishim kerak. O'chirib tashlayman. Demak, loginim nimaga teng bo'lsin? Login, demak, string qilganimiz uchun qo'sh tirnoq ichiga yozishim kerak. Login misol uchun user 77 bo'lsin va parolim teng bo'lsin. Misol uchun 12 AB degan parolni yozib qo'ydim. Demak, parolim va userlarim teng bo'lsa, true yoki endi xabar chiqsin. Saytlarga nima chiqadi? Login va parolni kiritsam, xush kelibsiz degan xabar chiqadi. Shuning men ham shuni yozib qo'yaman. Xush kelibsiz. Agar xato chiqsa, birortasi xato bo'lib qolsa, parol yoki login xato yozib qo'yaman. Parol yoki login xato. Qo'shni yopdim va ishlataman. Demak, ishlatib ko'ramiz. Login was not declared. Bizga xatoligi nima bo'ldi? Mana xatoligimiz login va parol yozdik. Biz yuqoriga login va parol emas, AB deb yozganmiz. Loginni A deb yozdik, parolni B yozdik. Bunday xato bo'ldi. Demak, ishlataman. Demak, login kiriting. Loginimiz to'g'ri chiqishi uchun user 77 yozishim kerak. Parolim demak 12 AB yozsam to'g'ri chiqishi kerak.
Xush kelibsiz deb aytyapti. Endi birortasi xato yozib ko'ramiz. Loginim user deb yozdim. Parolni to'g'ri yozaman. 12 abi. Parol yoki login xato deb ishlayapti. Demak, kodlarimiz ishlayapti.